Mirzo Ulug'bekdan, Novomoskovskiydan 4 xonali 114 kvadratli zo'r kvartira topib qo'ydim. Juda ham ajoyib chiqdi. Ko'rib bitta baho berildi. Polностью minimalizm usulida remontdan chiqarilgan. Aslan kiradigan eshigimizni chap qo'lda kattagina shkop, bu yerda mana oynali joylar qilingan. Domofonlari, kadastrlari tayyor chiqqan. Chap qo'lda birinchi xonamizni zal. Zal oshxona studiyniy. Tak, marhamat. Divanli zona, ovqatlanadigan zonasi, bitta katta televizorlari и dvorni bitta ko'rsatish sizga. Marhamat. Dvorlari ham cho'tki. Golden House tomonidan qurilyapti domlarimiz. Tak, mana eshiklar polностью suriladi, hid-bit chiqmaydi bu yerga, xudo xolisa oshxonamiz. Stroyniy qilingan polностью, bu yerda холодильник, mikrovolnovka pechka, bu yerda polностью shkop ichlari, tokchalari bor. Tak, naturalniy toshdan qilingan stolichnamiz. Idish to'yadigan mashinkalari, tak, dimoxod, gaz plita, bu yerda kotellarimiz turadi, ovqatlanadigan zonasi. Oynalari ham polupanoramniy ekan. Mana qaranglar, anchagina balon. Zo'r chiqibdi haqiqatan. Rosa yoqdi menga. Tak. Endi keyingi xonaga o'tamiz birma-bir. Bu yerdan spalniyaga o'tamiz endi. Hop, chap qo'limizda birinchi детский spalniyamiz joylashgan. Ikkita kravatli, fotoboyli menimcha, hop, o'ng qo'l dars qiladigan zonasi. Marhamat. Tak, lokatsiyasi yaxshi, Darxon, arzon joy emas. Domlari ham sifati yaxshi, xudo xolisa, dvorlari ham zakrytiy ekan. Bu yerda mana katta shkop, patologgacha urilgan. Mana bu aboy emas ekan, panel ekan, boshqa chiqargan, qaranglar. Mana bu ham polностью mebeldan qilingan. Eshiklarga ham bitta baho bersanglar. Tak, bu yerda bitta spalniyamiz joylashgan. Televizor. Spalniya. Tak, uyimizda faqatgina 4 ta konditsioner qo'yib beriladi. Qolgan ishlari hammasi bitgan. Kadastri tayyor. Marhamat, bu yerda shkop tepagacha urilgan. Hammaga yetadi, bemalol. Tak, endi bu yerda birinchi umumiy yuvinish xonamiz. Mana rakvinalari ham toshdan yasalgan. Dushovый kabina. Так, kir mashina, tepalari ham shkop qilingan polностью. Installyatsiyali этот unitaz и oxirgi spalniyamiz bu yerda joylashgan. Spalniyamiz juda ham qiziq chiqdi mashinasi, qaranglar. Tak, bu yerda spalniya bo'tdi, televizor zona. Patologi taxminan 3 metr chiqadi indamasdan. Bu yerda birinchi garderobniyimiz. Bu yerga eshik qo'yilmagan ekan, mana. Juda katta emas, oyna turganiga katta ko'rinyapti. Tak, lekin normalniy 3 metr chiqadi bemalol. Bu yerda ikkinchi garderobniyimiz. Endi bunaqa yonmachasiga olganda videoga sig'ishi ham qiyin-da. Mana har tomonlama shkop. Orqasida oynasi bor. Xo'p, bu kvartiramizning narxi $250,000 startoviy, 114 kvadrat, 4-etaj, 4 xona. Telefondan kutib qolaman, like bosib qo'llab-quvvatlaydi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.